Assalomu alaykum, cho'chak anglag'uchi suyumlik do'stlar. Aldin qitim Chin Temur Botur cho'chigini aytib, Chin Temur Boturning 7 boshliq yalmovuzni o'ltirgan yerlarini aytib tugatgan edik. Endi davomini aytib berma. Qani, quloqinglar cho'chakda bo'lsin. O 7 boshliq yalmovuzni o'ltirib bo'lgandan keyin aka uka ikkisi bir mezgil xo'shal-xo'ram yashapdi. Məxtumslarning rangi-ro'yi asta-asta o'ngshilib, avvalgi go'zal holatiga keldi. U ay yuzlik, xumor ko'zlik, shirin so'zlik, sumbul chashliq, qora qashliq, nozik badan bir go'zal bo'ptiki, uni ko'rgan har qanday kishi aql hushini yo'qotib qo'ydi ekan. Kunlarning bir kuni Chin Temur Botur zerikib yana ovga chiqmoqchi bo'pti singlisiga. Hey singlim, men yana ovga chiqaman. Sen hergiz uydan taloq chiqmag'in. Suv bo'yida o'ltirib chichingni taramag'in, debdi. Chin Temur Botur singlisi bilan xo'shishib ovga chiqib ketibdi. Məxtumsizlar akasining nasihətini yodida tutib, bir necha kungacha uydan taloq chiqmabdi. Lekin kunlar o'tgan sari zerikibdi. Oqibat taloqi chiqib, ishik oldidagi eriqning bo'yida suzuk suvning iqishiga qiziqib, chichini tarashqa boshlabdi. Uning uzun sumbul chochlaridan bir necha tili suvga tushib ketibdi. Bu chochlar Sanju podshohligi degan Mo'ng'ul podshohligi o'rdasidagi ko'lga eqib beribdi. Bu vaqtda Sanju podshohining o'g'li Uzmuq nökərləri bilan ko'lning bo'yida o'ltirgan ekan. Shahzoda Uzmuq ko'l bo'yiga kelib, bosh ko'zlarini yuyib olsa, uning quliga heliqi chochlar ilinib chiqibdi. Bu chochlarning uzun va sumbulligi shahzodani hayron qoldiribdi. Uzmuq nökərləridan "Bu nima degan uzun choch? Kimning chichi?" deb so'rabdi. Nökərlər "Hey shahzoda, bu ili iqlimining guzuli Məxtumsizlarning chichi o'xshaydi. Uning Chin Temur Botur degan akasi bor. Uningga tang kelaydigan bir erdixi chiqqini yo'q", deb javob beribdi. Uzmuq Məxtumsizlarni ko'rmay turibla uning oshiq bo'libdi. Darhol qo'l ostidagi baglarini yig'ib maslahat opdi. Nurg'un lashkar to'plab Məxtumsizlarni bulab kelish uchun yo'lga ravon bo'libdi. Ular bir necha kundan keyin Chin Temur Boturning uyiga yetib kelib, atrofni qo'rshapdi. Məxtumsizlar bularga qarshilik ko'rsatib, uyingizga chiqib mundaq debdi: "Hey lashkarlar, bu nim degan uyatsizlik? Yolg'iz bir ojiz qizga shuncha lashkarlarning kelishi nomardlik. Akam Chin Temur Botur kelsa, qanday javob bersizlar?" Uzmuq Məxtumsizlarni ko'rib, uningga mundaq debdi: "Hey Məxtumsizlar, sen menga tegsang, biz seni zo'rlik bilan apqashmaymiz", debdi. Məxtumsizlar bu gaplarni anglab g'azab bilan o'g'zidan yerga tushibdi. Akasi Chin Temur Botur ovga ketishining oldida "Navoda beshingga kun tushsa, bu qushni qo'yvatkin. Men qayerda bo'lsam shu yerga xabar yetkazib boradi", deb topilab olg'ur burkutini qo'yib ketgan ekan. Məxtumsizlar chumilda qo'rshab kelayotgan lashkarlarni ko'rib, qushni qo'yib etibdi. O'zi qilichini qo'liga ilib, bulongchilar bilan urushibdi. Ularning nurg'un lashkarlarini yo'qotibdi. Angacha Chin Temur Botur xabar tepib yetib ketdi. U misran qilichini o'ynatib, bir o'zi necha ming lashkar bilan qattiq elishibdi. Tang kelolmagan lashkarlar o'la tirilishiga baxmay qechishga boshlabdi. Uzmuq qechib ketayotgan lashkarlarga: "Sizlar 2 kishidan shuncha qachamsizlar? Qassanglar mendan yaxshilik ko'rmaysizlar", deb petrab ketgan lashkarlarini o'zi boshlab yana urush echibdi. Uzmuq Chin Temur Boturga bir qancha 10 palvoni bilan biroqla hujum qilibdi. Neyza qilishlarning bir-biriga urilishidan chaqmoq chaqqandek o'tlar chaqnabdi. Biroq har ikki taraf bir-birini yengolmabdi. Məxtumsizlar bu holni ko'rib andishiga tushibdi. U akamga zahmat yetmagaydi. Uning meyib bo'lganidan mening yo'q bo'lganim yaxshi, deb o'ylab
akısıga mundaq depdi. Chinim aka, düşmanlar son sanoqsiz hem rahimsiz. Şuna siz jangdan yining, ölsem men ölay, siz aman qiling. Şu çağda Chin Tümür Batur Maxtumsulaga qarab, "Singlim, meningdan ansirma, Chin Tümür deb itim bor. Manga düşman oldida bosh egish o'lim bilan tang. Sen jon jigar singlimdan ayrilolmayman. Şuna jangdan yonmayman" deb jangni davomlashtiribdi. Uzmuqning lashkarlari o'lib tugashga oz qolganda, yordamga avatilgan Sanju lashkarlari nara tortib yetib kepti. Ular qilich nayzlarini yalang'ashlabdi, o'qyonlarini chanlabdi. Chin Tümür Baturga qarg'a qog'idek yepishibdi. Uzmuq fursatni g'animat bilib, Maxtumsularni tutib olib, put qo'lini mahkam bog'lab, ilib qechibdi. Chin Tümür Batur qahri g'azabga tulib, 7 kech-kunduz ilishib, hamma bulonchining qalsini tinidan judo qilibdi. Keyin qarg'udak bo'lsa Maxtumsular hech yerda ko'rinmabdi. Chin Tümür Batur tixmu g'azablanib, org'moq itiga minib, Maxtumsularni izda oxiri Ili daryosini kesib o'tib, Tekas teg'ining Ko'kto'pa degan yeriga kepdi. Kishilar donqi doston bu Baturni nihoyat xushal qarshapdi. Chin Tümür Batur u yerga joylashib qopdi. Chorvachilik qilib yurib tezla boy bo'pti. Shundaqdimi bu mol dunyo uning ko'ziga zodi ko'rinmabdi. Bütün o'y xiyoli singlisi Maxtumsulardila qopdi. Ko'zi kech-kunduz yoshdan qurmabdi. Chin Tümür Batur to'la yig'lab yurib, oxiri ikki ko'zi qorg'u bo'lib qopdi. Endi gapni Maxtumsulardan anglayli. Uzmuq Soyibjamal Maxtumsularni qo'lga tushirgandan keyin ordusiga opirib 40 kech-kunduz to'y o'tkazib, uni majburiy xotinlikqa opdi. Oradan necha yillar o'tib, Maxtumsular bulongchidan 2 o'g'il tug'ibdi. Shundaqdimi u yana kech-kunduz akasini ko'rishni xiyol qilib, qandoqli bo'lsin bulongchilarning qo'lidan qutulishning chorasini izlabdi. Kunlarning birida Maxtumsular podshohning oldiga kirib, daryo bo'yiga berib sayla qilib kelishga ijozat so'rabdi. Podshoh o'z ko'nglida, "Ha, endi 2 balaliq bo'lg'ashqa bizga rom bo'ldi" deb o'ylab ruxsat beribdi. Sanju podshohligining bir tulpori bo'lib, u tulparga podshohning o'zidan boshqa kishining minishi man'iy qilingan ekan. Maxtumsular ana shu tulparga minib 40 kenizak ham 40 nökarning muhabbizitida daryo bo'yiga qarab yo'l opdi. Ular Ili daryosi bo'yiga kelib tushibdi. Qator chidir bargohlarni tikib, har xil taomlarni pishiribdi. Sütdan qilingan sharoblarni tulumi bilan tiklab qo'yibdi. Cho'ng ziyofat boshlanibdi. Maxtumsular o'z qo'li bilan yog'och oyoqlarga süt tarig'ini to'ldirib, kenizak nökarlarga bir-birlab sunib, bir damda hammasini mas qilib o'tibdi. Maxtumsular ularning masligidan foydalanib, chaqqonlik bilan tulparga minibdi-da, Ili daryosidan kechib, u qatqa o'tib opdi. Podshoh oldida bishi ketishdan qo'rqqan nökarlar darhol orqadan qo'g'lab daryo leviga kepdi. Biroq hech qaysining eti daryoga kirolmabdi. Aslida podshohning tulparidan boshqa har qanday jonivor bu daryodan uzib o'tolmaydi ekan. Amalsiz qolgan nökarlar Maxtumsularga qarab, "Hey Maxtumsular, 2 balangni yetim qilmay keyningga yong'in" debdi. Maxtumsular, "2 o'g'limni ilib kelsanglar keynimga yonaman" debdi. Nökarlar darhol podshohning ordusiga berib 2 o'g'ilni ilib kepti. Bu 2 o'g'ilning cho'ngining eti oqar, kichigining eti cho'kar ekan. Maxtumsular nökarlarga qarab, "Cho'ng balamni daryoga tashlanglar, uning piroqiga chidamay u yoqqa o'tib qolarman" debdi. Nökarlar oqarni daryoga oqqizibdi, biroq Maxtumsular uningga parvo qilmabdi. Nökarlar, "Maxtumsular kichik o'g'ilni pek yaxshi ko'rdi. Shuni daryoga tashlasak, o'g'ilni tutib olman deb daryoga tushar" deyishib, cho'karni daryoga tashlabdi. Bala shu zamon sug'a g'arq bo'pti. Maxtumsularga bu nihoyat eg'ir kepti.
Şundaq bolsunmu, o suyumlik akisi Chin Temür Baturni tepish arzusidan yanmaptı. O nökerlerge qarab, "Hey insapsiz bulanchilar, sizlarga naslimnimi qoldirmadim. Endi muradim hosil bo'ldi," debdi-da otni choptirib ketibdi. Bulanchilar daryodan o'tolmay amalsiz qaytibdi. Maxtumsila shu yurgunicha dashtlarni kezib, tog'lardan eshib bir go'zal yayloqqa yetib kepti. Qarg'udak bo'lsa, nurg'un to'gilar yaylab yurgidek. Maxtumsila to'gichlardan, "Bu kimning to'gilari?" deb so'rabdi. To'gichlar, "Chin Temür qarg'uning to'gilari," deb javob beribdi. "U nim bo'lib qarg'u bo'lib qoldi?" deb so'rabdi Maxtumsila to'gichlardan. Onun bir singlisini bulanchilar bulab ketgan ekan. Shuning dardida tula yig'lab qarg'u bo'lib qoldi, debdi. Maxtumsizlar yana. "Hozir u qayerda?" deb so'rabdi. To'gichilar, "Qayerda ishkanligini bilmaymiz," debdi. Maxtumsizlar yana mangibdi. Bir oz mangandan keyin nurg'un yilqilar uchrabdi. Yilqichilardan so'rabdikan, ularmı shundoq javob beribdi. Yana bir oz mangandan keyin nurg'un kala, qo'y padilarini ko'ribdi. Qo'ychilardan so'rabdikan, ularmı o'xshashla javob beribdi. Oxirda Maxtumsizlar eng chetda mo'zay beqiyotgan bir padichi bo'ldin. "Chinim ukam, Chin Temür Batur hozir qayerda? Aytib bersang," deb yilinib so'rabdi. Padichi bola tasdiqda. "Chin Temür qarg'u hozir Oltin Arshon degan yerda," debdi. Maxtumsizlar uningga yalvorib, "Men Chin Temür Baturning singlisi bo'laman. Meni akamning qishiga boshlab borsang," debdi. Padichi bola, "Podidan ayrila olmayman. Mo'zaylar yetib kelsa qanday qilaman?" deb unumapti. Maxtumsizlar, "Undaq bo'lsa padilaringga men qarab turay. Qo'lingga mavu olmini ol. Agar Chin Temür Batur so'zingga ishonmasa, olmini ko'ziga sursang, ko'zi ichiladi," deb qo'liga bir olmini beribdi. Padichi bola olmini ilib yo'lga ravon bo'pti. U berib Chin Temür Baturga Maxtumsizlarning xabarini aytgan ekan, Chin Temür Baturning hech ishongus kelmabdi. Shu hamon padichi bola, "Almiyarning olmisi, Maxtumsizlarning xoltisi. Maxtumsizlar bo'lmasa, qaydan kelar olmisi?" deb olmini Chin Temür Baturning ko'ziga surtgan ekan, uning ko'zlari shu zamon ichilibdi. Chin Temür Batur padichi bolaga cho'ng rahmatlarni aytibdi, ham uning bilan billa Maxtumsizlarning qishiga kepti. Aka singil qarindoshlar bir-birini ko'rib yig'lashibdi. Hol ahvol so'rab mungdishibdi. Shundan keyin ular xo'shal-xo'ram tinch umr kechiribdi. Shunda qilib bu Chin Temür Baturning cho'chigi tugidi. Bu cho'chakni anglash jarayonida chuqum nurulg'an narsani his qildinglar-ku deyman. Qarindoshlik muhabbati, vatan muhabbati, yana eng muhim narsa, cho'nglarning gapini anglamasa qanday oqibat bo'lganligini bildinglar chuqum. Ondan Chin Temür Baturdek botur yigit bo'lishni, Maxtumsizlardek go'zal qiz bo'lishni o'yladinglar. Shundaqmi? Bu cho'chakning ichida sizlar tushunolmagan yangi so'zliklar bormi-ki? Masalan, ram bo'ldi, nöker, oyoq degandek. Mushuningga o'xshash ma'nosini bilolmagan so'zlar bo'lsa, ota-onanglardan, acha-akalaringlardan so'rab, ma'nolarini bilib olinglar bo'lamdi. Cho'chak aytishimiz mush yergacha bo'ldi. Xayr xo'sh, Allohga omonat.